Farg'onadagi eng eski va eng shirin somsaxonalardan biri. Rishton choyxonasidamiz do'stlar va ushbu somsaxonani shundoqqina to'g'risida Garant Avenue turar joy kompleksi loyihasi qurilishi jadallik bilan davom etmoqda. Qanday o'zgarishlar bo'ldi, ko'rishingiz mumkin. Biz ikkinchi qavatga ko'tarildik. Birinchi qavatda, ya'ni ikkinchi qavatda plitalari yotqizildi, beton quyish ishlari, armatura terish ishlari birin-ketin davom etmoqda. Quruvchilarni eng qiynaydigan joyidan o'tib olindi. Podkotlovan, kotlovan holati, birinchi qavat, podval qismi va ikkinchi qavat. Bundan buyog'iga qurilish tezlashadi. Garant Avenue qurilish kompaniyasining 6-loyihasini ko'rib turibsiz. 12 qavat, 3 ta podyezd va mehmonxonadan iborat bo'lgan turar joy kompleksining qurilishi ikkinchi qavatga ko'tarildi. Loyihada barcha qulayliklar hisobga olingan. Misol uchun, bolalar maydoni va parkovka. Garant Avenue loyihamizning birinchi podyezdida 2 xona 63 kvadrat metr va 2 ta 3 xonali 73 kvadrat metrli xonadon joylashgan. Ikkinchi podyezdimizda esa 2 xonali kvartiralar bo'lib, ular 47 kvadrat metrdan boshlab 53 kvadrat metrgacha tashkil etadi. Naq 5 ta xonadon o'rin olgan. Va eng so'nggi 3-podyezdimizda 2 xona 50 kvadrat metr, 3 xona 61 kvadrat metr va 3 xona 62 kvadrat metrli xonadonlar o'rin olgan. Loyiha qurilish boshlanganidan beri oxirigacha 400 markali beton ishlatiladi. Armatura ham eng sifatlisi 14 o'lchamdan 28 gacha loyihada ayamasdan ishlatilmoqda. Garant Avenue loyihasi lokatsiyasi shunaqa menga yoqadi. Chap tomoningizda farzandingizni sport shkolalariga berishingiz mumkin, ya'ni sport maktablariga. To'g'ringizda oshxona, mo'yka desangiz ham shu yerda bor. San'at saroyi ham shundoqqina yaqin joyda. Shahar markaziga esa adashmasam 5 daqiqalik yo'l. Atrofingizda hamma infrastruktura bor. Do'stlar, ushbu xonadonlarni xarid qilish uchun ekraningizdagi raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qiling. Vodiy House nomidan kelgan mijozlarimizga esa maxsus narxlarda qilib berishadi.